Xo'p. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Navbatdagi tunikafon xizmatimiz 30 million 500 ming so'mga Andijon viloyati Ulug'norda polnistiy xizmatlarni ko'rsatib berdik akalar. Bu yerga chochsiz slip qo'yilgan. Mana shu summani ichida tunikafon qilingan hamda 2 dona kosmoslar qo'yib berilgan akalar. Ko'rib turibsizlar, xudo xolasa xonadonimizni juda ham chiroyli holatda. Uyni proyekt ham o'zi yashashga qulay bo'lgan ekan. Mana akfalarini, ustilarini ham bekitib berganmiz akalar. Bu tomonda mana akalar chochsiz sliplarimiz aylana holatda bo'lyapti. Bu tomonda regellarini qilib berganmiz. Mana bu tomonda hozir qoshlarimiz bo'lib, ishlarimiz xudo xolasa yakuniga yetkazib berilmoqda. Ko'rishinglar mumkin akalar. Regellarini ham chiroyli holatda o'rab berganmiz. Endi darvozaxonamizga yuzlanamiz sizlar bilan. Darvozaxonamiz alohida tema, chunki skromniy holatga mana bunaqa bezagini ham joy-joyida qilib inshaalloh qilib berganmiz. O'rtada bir dona plafonimizga ahamiyat bermaysizlar, buni alishtirib qo'yamiz. Xo'p. Mana chekalariga hovuz qilganmiz. Xudo xolasa mana bu tomonda ko'rgan kosmoslar xudo xolasa mana shu holatda yonib uyning chiroyiga juda ham chiroy qo'shib turibdi akalar. Xonadonimiz haqiqatda juda ham go'zal chiqqan. Like bosib, uyga tunikafon qildirmoqchi bo'lgan yaqinlarga albatta bu videoni jo'natib qo'ysanglar, xudo xolasa juda ham manfaatli, foydali bo'ladi. Xo'p. Ko'cha tomonimizni ko'ramiz endi sizlar bilan. Ko'cha tomonimizga ham xudo xolasa mana xizmatlarimiz chiroyli qilib ko'rsatib berilgan. Skromniy holatda ishlarimiz yakuniga yetgan. Mana akalar, bu joy nomerlarimizni yopishtirib qo'yganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Alino tunikafon jamoasi. Xo'p. Tunikafonda doim aytamiz, ishlatilayotgan materialning kvadratiga pul olinadi, joyning kvadratiga emas. Buni aytishimizning sababi tunikaning bukilishi, qayrilishi, ustimiz qatirilishi bor. Bu xonadonimizga akalar Samarqand metallurgiya zavodini tunikasidan foydalanib qilib berganmiz, noto'g'ri qanlidagi asosiylariga. Aksessuarlariga esa Xitoy tunikamizni yuqorog'idan foydalanamiz. Aksessuarda mana bu ko'rib turgan mokriy ranglarni aytamiz. Ichkarida sliplar qo'yilgan mana. Xudo xolasa xizmatlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqasizlar. Assalomu alaykum. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.